Qashqadaryoda bo'lgan voqea. Har kun ertalab bomdod namoz o'qiladi. Bir odam, bir hoji aka, haqiqiy haji qabul bo'lgan hoji aka ekan, har kun bir kasalni ko'rgani borar ekanlar. Bomdoddan keyin doim paketlari tayyor kasal ko'rishga ko'rgani borar ekan. Shu ishni o'zlariga odat qilib olgan ekanlar. Bir kun bir yigit qo'shildi. Hoji aka, juda ulug' ish qilasiz. Bugun sizni savobingizga men ham sherik bo'lay. Haligi yigitga aytdiki, "Ukam, qayerga borsak biz Xudo uchun boramiz. Qaysi xonadonga kirsak Xudo uchun kiramiz. O'sha odamni holidan xabar olamiz, kasal bo'lsa ko'nglini ko'taramiz. Xudo uchun bo'lgandan keyin har qanday xonadonni oldidan qaytib ketish kerak emas, qilish kerak." Bir kun, ikki kun qo'shildi har yigit. Uchinchi kun haligi yigitni tog'asi kasal ekan. Hoji aka haligi yigit bilan tog'asinikiga borib qoldi. Tog'a bilan u jiyan o'rtasida gaplashish yo'q ekan. Urushlik ekan. Xonadonning oldiga borib bir to'xtab qoldi. Urushgan. Keyin aytdiki, "Aytdim-ku ukam, biz Alloh uchun bu ishni qilyapmiz. Endi kirasan." Kasal ko'rgani yotibdi tog'asi, tog'a bilan birga jiyanni olib kirdi, ko'rdi. Jiyanini ko'rib xursand bo'lib ketdi. Tog'ani ko'zlaridan ko'z yosh chiqib ketdi. "Jiyan bormisan?" dedim. 3-4 kundan keyin tog'a o'tib qoldi. Haligi jiyan hoji akaga aytdiki, "Hoji aka, men tog'amni roziligini oldim. Agar siz shuni qilmaganingizda tog'am mendan norozi bo'lib urushli holda o'tib ketardi. Rahmat sizga" dedi. Muhtaram azizlar, qarindosh urug'lar orasida arazlashgan bo'lsa, mana shunday kunlarda yarashib olishimiz kerak. Ulug' kunlar. Albatta biz o'ylamaymiz, hech kimda o'rtasida arazlashish yo'q deb o'ylaymiz. Namoda gap teskari tushgandir. Qalbingizda shu bitta gapimni ko'ngliga oldimikin degan gapingiz bor bo'lsa, borib biroz rizo qo'ying.